Okay. Demak, boshlaylik. Demak, hammasi joyida. Ho'p, bugun qiladigan ishimiz bu farzandga iborat tahlil qilib, biologiya qismiga tayyorlanish bo'ladi. So, practical activity grupidan boshlaymiz. Making temporarily slides. Vaqtinchalik bo'lgan, ya'ni o'sha vaqtinchalik bo'lgan kesmani tayyorlash. A common method of examining material with a light microscope is to cut thin slice of the material called section. Materiallarni yorug'lik mikroskop bilan materiallarni tekshirishni umumiy yo'li bu o'sha materialdan kichkina kesmacha kesib olish, ya'ni section vaziridan kesib olish. The advantage of cutting section is that they are thin enough to allow light microscope to pass through the section. Shu sectionlar kesib olishni foydasi bu, ular yetarlicha yorug'lik mikroskopidan yorug'likni o'tkazishga, o'sha sectiondan yorug'liklarni o'tkazishga yordam beradi. The section is laid mounted on a glass slide and covered with cover slip to project it. Va bu section qo'yiladi, shisha ustiga qo'yiladi va to'g'ri bilan shishani bu shu to'qimalariga zaryadlanib yopib qo'yiladi ustidan. Light passing through the section produces an image which can then be magnified using the objective and eyepiece lenses of the microscope. Va o'sha yorug'lik shu section bo'ylab yorug'likning o'tishi natijasida tasvir hosil bo'ladi. Bu keyinchalik objektiv orqali aniqlashtiriladi. Yorug'lik mikroskopidan foydalanganda objektiv bilan magnify qilamiz va undan keyin mikroskopni ko'rish linzalari orqali yana ham aniqroq ko'rish, tasvirni yana ham aniqroq ko'rishimiz mumkin. Biological material may be examined live or in a preserved state. Biologik materiallarni tekshirish mumkin, yoki umuman preserved state, yaxshi saqlangan holatda yoki tirik holatida tekshirishimiz mumkin. Prepared slides contain material that has been killed and preserved in a live condition. Tayyorlangan kesma o'sha material o'z ichiga olgan tayyorlangan kesma o'ldiriladi va o'sha hayotdan live'da preserve qiladi, himoya qilinadi ma'lum bir conditionda, ya'ni sharoitda. The temporary slides are cheaper and easier to prepare and are often used to examine fresh material containing living cells. Tayyorlab olgan vaqtinchalik kesmamiz judayam tez va oson tayyorlanadi va ko'pincha tekshirish uchun foydalaniladi. Toza bo'lgan, ya'ni fresh bo'lgan materialni yashayotgan hujayralarni o'z ichiga olgan toza hujayralarni tekshirishda foydalaniladi. In both cases, the sections are typically stained before being molded on the glass side. Ikkala holatda ham asosan o'sha kesib olgan sectionimiz bo'yaladi, uni shishaga qo'yishimizdan oldin. Temporary preparation of fresh material are useful for quickly
preliminary investigation. Toza materialimizdagi vaqtinchalik tayyorlab olinish jarayoni judayam va bilan tekshirish usullaridan biridir. Sometimes me-created chopped up material can be used. Ba'zida materiallarni bo'laklarga bo'lish orqali ham foydalanishimiz mumkin. As when examining the structure of wood piling, I don't know this word. Okay. So modelaj orqali ham foydalaniladi. Chunki o'sha qachonki yog'ochni strukturasini aniqlayotgan paytimizda bo'laklarga bo'lib ham aniqlashimiz mumkin ekan. Asosan o'sha geliumdagi strukturani aniqlashimizda chop up qilib foydalanar ekanmiz. Okay. A number of temporary stains are commonly used. Vaqtinchalik bo'yalgan seksiyonlarni bir nechtasi asosan, for example, misol uchun iodine in a potassium iodine solution is useful for plain space. Misol uchun yod eritmasidagi potassiumdagi yodni bu bizada o'sha o'simliklar uchun tekshirish uchun judayam foydali hisoblanadi. It stains a stretch blue black and will also color nuclei and cell wall in a pale yellow. Bilasiz, bu stretch disaxarid, o'simliklarda bo'ladigan disaxarid asosan bu bo'yalgan ko'k qora stretch asosan ko'k qoraga bo'yaladi va also color nuclei va shuningdek yadro ham bo'yaladi va cell wall pale yellow hujayra devori och sariq rangda bo'ladi. Hujayra devori och sariq rangda, stretch qora ko'k rangda, shuningdek yadro ham bo'yalgan shaklda bo'ladi. A dilute solution of methylene blue can be used to stain animal cells, such as check cell. Methylene blue, methylenening konsentratsiyalangan eritmasi ko'k rangli eritma foydalanish mumkin. Hayvon hujayralarini, misol uchun, o'sha hujayralarni tekshirish kabi hayvon hujayralarini bo'yashda ishlatiladi. Demak, hayvon hujayralari asosan dilute solution of methylene bo'ladi. O'simlikdagi kesishimdagi ion solutionlardan foydalanadi va bunda asosan o'simliklardagi hujayra yadro va hujayra devori aniqlash mumkin. Viewing a specimen yourself with a microscope will help you to understand and remember structure. Mikroskop orqali o'zimiz bilan bu specimenlarni, bu joylarni ko'rishimiz bizga yordam beradi tushunishimizga va strukturani eslab qolishimizga. Your understanding can be reinforced by making a pencil drawing on good quality plain paper.
tushunish orqali yaxshilash mumkin. Ya'ni chizish orqali bu tushunishimizni yanayam yaxshilash mumkin. Good quality plain paper. Yaxshi sifatli qog'ozlar, ya'ni plain degani o'sha daraxtdan tayyorlangan qog'oz. Chizib ham yanayam eslab qolishimiz mumkin. Remember always to draw what you see. Biz chizayotganimizda ko'proq eslab qolamiz. And not what you think you should see. Va o'sha nimani o'ylayotganimiz, nimani ko'rayotgan bo'lsak, nimani o'ylamaymiz. Residue. Jarayon qanaqa bo'ladi? Place the biological specimen on the clean glass slide and add 1 or 2 drops of stain. Hop. Toza shisha ustiga o'sha kesmani joylashtiramiz. Biological kesmani joylashtiramiz va 1-2 tomchi staindan qo'yamiz ustiga. Carefully lower the cover over the specimen to create the microscope lens to help prevent the specimen from dying out. Ehtiyotkorlik bilan o'sha kamroq biologik to'qima specimen ustidan qoplab oladi va mikroskop linzalaridan himoya qiladi. Shuningdek, specimenni ya'ni o'sha hujayramizni o'lib qolishdan saqlab turadi. Ya'ni tirik turadi hujayra. Adding a drop of agar glitserin qo'shadigan bo'lsak, agar glitserin tomchisini qo'shadigan bo'lsak, mix it with the stain. U stain bilan aralashsa can also help prevent drying out. Bu ham bizada o'sha hujayrani o'lib qolishdan saqlayotgan moddalarni eslab qolish kerak bo'lsa, agar glitserin bilan qo'shib stain bilan aralashtiradigan bo'lsak, o'lishdan saqlaydi. Stain qo'shadigan bo'lsak, o'sha mikroskop linzalaridan himoya va o'lishdan himoya sifatida ishlatiladi. Suitable animal material. Mos keladigan hayvon materiallari. Human check cell obtained by gently scraping the lining of the cheek with a fingernail. Hop. Tekshirilgan odam hujayralari, odamdagi hujayralar egallangan bo'ladi. By gently scraping the light of the cheek with a fingernail. Barmog'imizdagi tirnoqlar bilan tirnoqlarni tekshirishning liningini, ya'ni joylashuvini sekinlik bilan o'rganishimiz mumkin. Suitable plant materialda onion epidermal cells, lettuce epidermal cell, chlorella cell, moss leaves. Piyozdagi epiderma, ya'ni ustidagi hujayralarni o'rganish mumkin yorug'lik mikroskop bilan. Va letitude o'simlikidagi epiderma hujayralarini aniqlashimiz mumkin ekan. Shu bilan bilish kerak. Letitudedagi hujayralarni va chlorella hujayralarini va moss leaflarini, ya'ni shu o'simlikning barglarini yorug'lik mikroskopi bilan o'rganishimiz mumkin. Practical birga o'tamiz. So, bacterial biological drawing. Chizmalar to reinforce learning
o'rganishimizni yaxshilash maqsadida you will find it useful to make labeled drawings of some of your temporary and permanent slides, as well as labeled drawings of the photo micrograph. Hop, o'rganishimizni yaxshilash maqsadida biza uchun judayam foydali bo'lishi mumkin o'sha rasmni chizish ba'zi vaqtinchalik yoki permanent bo'lgan, ya'ni doimiy bo'lgan kesmalarimizni rasmini chizib, label qilib qo'yishimiz, ya'ni label degani rasm shu etiketga o'xshagan narsa. Label qilib qo'yishimiz foydali bo'ladi. Shuningdek, fotografni chizib, uni qilib qo'yamiz. Label qilib qo'yamiz endi etiketga yaxshi chiqishini chizishni nazarda tuting. Textbook activity 7.1 and chapter 7 provides general guidance on geological drawing. Demak, activity yeti chapter yetida biza deadline bor ekan. Aynan geolog hujayralarni chizishni foydasi buni haqida. The 11th section of textbook activity 7.1 for answering the question below. Hozir bu narsani o'qishimiz kerak. Bir o'qishdan oldin the question below which is relevant to this chapter. Bu chapterga tegishli ekan question. Figure 1.8 and B show example of good drawing and leveling techniques based on figures 1.6 and 1.7. Hop, bizga 1.8-ni a'lo darsida o'sha chizish va labeling qilish texnikalarini zo'r usullari example qilib keltirilgan. Note that, oh my god. Okay. Note that it's acceptable to draw only a representative proportion of cell concentration of figure 1.7, but adding labeling explaining this. Nutq qilishimiz mumkin. Bu qabul bo'ladi. Chizishni faqatgina hujayradagi figuralarni, kontentlarni namoyish qilishni ko'rsatadi. Labeling explains this. Labelash bu narsani tushuntirib beradi. Qanday ko'rib turibsiz, bu hujayra, unda ichida sitoplazma va bitta yadro bilasiz, 2 membranali bo'ladi. Ichida xromatin bor. Hamma bitta turgan anaqalar, simon strukturalar va ko'rinadigan strukturalar bo'ladi. B'sida ham xuddi shunaqa representative proportional cytoplasm drawing chizilganda ko'rinadigan proportion, ya'ni miqdori sitoplazmani. Sitoplazma, xloroplast bormi? Demak, bu o'simlik hujayrasi. Cellul bor. Demak, faqatgina o'simlik hujayrasida cellul bo'lsa, ya'ni siz adashib bo'lmasligingiz kerak. O'simlik cellul bilan cell surface membranani bunda nukleus bor, yadro bor va sitoplazma ko'rsatilmagan. A student's high-power drawing of 3 neighboring cells. Yeah, misol uchun bitta masalan nimani ko'rish mumkin? Plazmodezmata degan narsani o'rgangandik, ya'ni ikkita hujayra o'rtasida poralar orqali bir-biri bilan anaqani almashishi plazmodezmata bo'ladi. Davom etamiz. Endi measuring size and calculating magnification. 4-bo'limi o'lchamni, size'ni o'lchash va magnification'ni, aniqlikni hisoblashni o'rganamiz. Magnification is the number of times larger an image of an object than the real size of the object. Magnification bu bizdagi obyektni, buyumni haqiqiy shaklidan ko'ra
uni rasmdagi shakli qanchalik kattaligini ko'rsatuvchi number hisoblanadi va u qanaqa topiladi? Magnification ni topish formulasi magnification ni topish formulasi magnification observed size of image rasmni o'lchamini o'lchamli rasmnikini qo'yasiz va uni actual size'ga bo'lamiz. Shunda magnification kelib chiqadi. Mana formula matematik m teng I degani image harfi actual size actual size. Okay. M magnification I observed size of image what you can measure with a ruler. Unlik bilan o'lchov olib yo'lga yozib qo'yasiz. Actual size haqiqiy size the real size, for example, the size of the cell before it's magnified. O'lchanishidan oldin uni haqiqiy o'lchamini biz bilamiz. If you know two of the values, agar biz ikkita qiymatni biladigan bo'lsak, m, a and I, you can work out the third one. Biz uchinchisini bemalol topib olishimiz mumkin. For example, misol uchun, if the observed size of the image and the magnification are known, agar bizada rasm shaklidagi o'lchami va magnification'ni aniq bo'ladigan bo'lsa, you can work out the actual size. Biz actual size'ni topa olamiz. Actual size topish uchun anaqani rasmini magnification'ga bo'ladigan bo'lsak, actual size kelib chiqadi. If you write the formula in a triangle as shown below, it covers up the value you want to find. It should be obvious how to do the right calculation. Formula esingizdan chiqib qolmasligi uchun buni trianglega solib bo'ladi. Tepada image, pastda I qo'yib, xohlagan narsangizni topib olishingiz mumkin. Masalan, ini topadigan bo'lsangiz, mni I ga ko'paytirasiz. Actual size topadigan bo'lsangiz, I ga m ga bo'lasiz. Yoki bo'lmasa, mni topish uchun ham I ga a ga bo'lasiz. Bunaqa qiyin emas. Mana buni eslab qo'ysangiz, chizib qo'ysangiz judayam oson bo'ladi. Measuring cell size. Hujayrani shaklini, sayzini, o'lchamini o'lchash. Cell and organelles can be measured with a microscope by means of eye-space graticle. Hujayra va organellalar o'lchanishi mumkin mikroskopdagi eyepiece graduate orqali vositasi yordamida mikroskop bilan o'lchaniladi. This is a transparent scale. Bu judayam aniq scale hisoblanadi. Shaffof. It usually has 100 divisions. Asosan o'sha 100 ta bo'linishlarni ham ko'rilishi mumkin. Bir o'ndagi. The eyepiece graticule is placed in the microscope eyepiece so that it can be seen at the same time as the object to be measured is shown in a figure B. Hop. Eyepiece graduate'da bu mikroskopni eyepiece qismi bor, ya'ni yuqorisi tepasida. Mikroskop yuqori qismida joylashtiriladi. Shuning uchun u bir xil at the same time'da bir vaqtda obyektni o'lchash mumkin, ya'ni measure qilish mumkin. Measure qilingan obyektni ko'rish mumkin.
figure on either shows a skill over one group of the six human check epithelial cells. Mhm. Like those shown in a figure 1.6. Blue orange bide the curvature odamdagi epithelial hujayralarni bitta guruhlasini tekshirdi. Misol uchun, bu 6-rasmdagidek the cell selected lies between 14 and 16 on the scale. Bu tanlangan va asosan qirq atrofida bo'ladi razmeri. We therefore say it measures 20 eyepiece unit in a diameter. Shuningdek, esa ularni o'lchamini 20 eyepiece unit diametri bilan aytolmaymiz. The difference between 60 and 40 bu 60 bilan 40 orasidagi farq. Okay. We will not know the actual size of eyepiece units until the eyepiece graduate is calibrated. Bizi haqiqiy eyepiece unitlarini bilolmaymiz. Qachongacha bilolmaymiz? Eyepiece graduate'ni kalibratsiya qilinmasa bilamiz. Qilingandan keyin bila olamiz. Just for eyepiece graduate beneficiary small scale scale such as a places in a microscope eyepiece geometry. Hop. Let's go to the first. Endi Amerikaga qo'ygan check cell on the slide on the stage of the microscope. Mana buni mikroskopini razmerini o'lchyapti. Ko'ryapsiz razmeri 40 50-60 ko'rsatgan. Mana orasidagilar ko'rsatgan. Eyepiece graduate scale. Arbitrary years. Arbitrary years. Butun bitirma o'ttiz 10 talaba Iris graduate is the eyepiece of the microscope. Orasidagi mikroskopga graduate etganda stage microscope scale 0,1 scale make it in a millimeter 1 millimeter division. Ko'prog'ida mana bunaqa qilsangiz ko'rsa bo'ladi. 0,1 0,2 qilib ko'rsangiz bu stage micrometer scale bo'ladi. Okay. Meters. To collaborate the eyepiece graticule in a main miniature transparent ruler called the stage micrometer. The places on the microscope stage is brought into focus. Eyepiece graduate'ni kalibratsiya qilish bu shaffof bo'lgan ruler stage microscope deb ataladi. Kalibratsiya qilish bu stage microscope deb ataladi. Is placed on the microscope stage va bu mikroskopni stagelariga joylashtirilgan bo'ladi. Is brought into focus va diqqat qaratishga, fokusdagi joyga yig'ib berishga olib keladi. This scale may be featured on the glass slide va bu scale shisha slaydga bo'lakchasiga yopishtirilgan bo'lishi mumkin. Printed on a transparent film yoki o'sha shaffof qilgan filmlar orqali, plyonkalar orqali chiqarilib mumkin. It commonly has subdivision of neural and non-neural millimeter. Ular asosan o'sha bo'linishlari 0,1 va 0,2 millimeter ko'rinishida bo'ladi. The image of the stage micrometer and
IPS graduates can then be superimposed placed on top of one another. Damage and stage micrometer ve IPS graduate'nin rasmlari keyinchalik joylashtiriladi. Boshqa bittasini yuqorisiga joylashtirilgan bo'ladi. Impuls tuguni boshqasiga ko'rsatishi mumkin. Magnification. Calculating magnification. Figure 1 shows micrograph of two sections through the same point cell. Birinchi rasmda ikkita sectiondagi mikrograf bir xil o'simliklar orqali kuzatiladi. The difference of the two micrographs is explained in the next section. Micrograph meaning and harmful ko'rinishlarga tushuntiriladi har bir sectionda. If you know the actual real length of the snap, a centimeter vector o'qiganlarni epidermal wall, epidermal cell, epidermal regulator, cell wall, o'simliklardagi ajina devori, chloroplast, mana chloroplast ko'rishimiz mumkin. Stage grain qurilmasini olamiz va bu jadvalga ko'ra central bo'ladi. O'simliklarga bilasiz, fluorescent central bo'ladi. Nucleus shakllanmagan vitaminlar IPS changes measure non-dimensional and reveal on the IPS unit system. IPS regulator Gapida qo'yilgan 0,5-100ga bo'lib oldik. 0,5 or converting millimeter mikrometrga aylantiriladigan bo'lsa ming birlikka farq qiladi. The diameter of the cell shown is on the scale figure mentioned pi unit, and so its actual size is agar 20 IPS graduate bo'ladigan bo'lsa actual size ni topishimiz kerak. Rasmdagisi 20 ga bo'ladigan bo'lsa ko'paytiramiz uni magnificationga 2,5 ga magnificationga topib oldik. Magnificationga ko'paytirganda actual size the diameter greater than that of many human cell because the cell is a flat human cell. Diameter kattaroq bo'ladi deb aytmoqda. Ana IPS graduate 100 ga 25 bo'ladigan bo'lsa bu bitta yeyimizni 0,5 ga tengan bo'lamiz. Suppose we want to know the magnitude of the plant cell labeled in figure B. The real length of the cell is axon.
Demek the real length berilgan actual size degani bu. Actual size actual size like and level step measuring millimeter of the cell is a micrograph using a rule nafatanana تزود مش kerak should find that it's about 50 millimeter again 50 millimeter anaqa bilan o'lchab olsak demak rasmdagisini ham bildik rasmdagi o'lchami 50 millimeter ekan bu 80 mikrometr bu 50 millimetr keyin kavat millimeter to mikrometrga aylantirishimiz kerak metra bir xil bo'lishi kerak it's easier if we first convert all measurement to the same unit. In this case, mikrometrga aylantirish kerak. Birinchisi 1 millimetr bu 1000 mikrometrga teng. Bizada 50 millimetr bor. 50 millimetrimiz qancha bo'ladi desak, 50 mikrometr 1 ga bo'lasiz. Bu 50 ming mikrometr. 50 ming mikrometr. 50 ming mikrometr. And the use equation to calculate the magnification. Magnification'ni topishimiz uchun formula bor. E kapsul E ko'rinishida. Bizada E'miz 50 nanometrda mikrometrga aylantirdik. Mikrometrga aylantirganimiz 50 ming mikrometr chiqdi. 50 ming mikrometri actualga bo'lsak 80 ga bo'lsak bu bizada chiqadi 625. The multiplication sign in front of the number 625 means times 625 bitta. Ada ko'paytirilgani marta. Mana marta degani 625 marta degani. We say that magnification agar kanalimga obuna bo'lib mana bu questionni man izohlaga qo'llab ketaman. Ishlab ko'radigan bo'lganda o'zim tekshirib noto'g'ri bo'larmi? Ishlab ko'raman. Masalan, to show initial stage is a scale bar. We can use this scale bar to calculate the magnification. Demek mana rullar bilan o'lchaganda pasaytda bo'lagi berilgan o'lchaganlikda 6 mikrometr chiqdi. Bizada mana bu ilmida bor 6. We use that scale bar here it's 36 millimeter. Scale bar o'lchami bu yerda 36 millimeter. Actual size ham bor manimcha. Measurement ko'rish kamida millimeter mikrometr chiqamiz. Boyagidek 36 millimeter 1 millimetr emas bu 1000 mikrometr. 36 millimeter emas bu 36 ming mikrometr bo'ldi. Calculate magnification magnification hisoblashni boya ko'rdik. A berilgan, I berilgan, bo'lishimiz kerak. 36 mikrometr 6 mikrometrga bo'lsak 6000 marta ko'p bo'ladi. Nasha atomic summers o'zimga bilan bo'lishmoqchi. Unda shu yetadi. Calculating the real size of an object in its magnification. Magnification'dan foydalanib obyektning haqiqiy shaklini hisoblashga ko'ramiz endi.
To calculate the real or actual size of object, we can use the same multiplication equation. The object is given a given particular result. Addition diffusion equation'dan foydalanadilar. Misol uchun, shu paragraph statement itself bilan berilgan magnified 5600 marta magnified qilingan. So we want now the actual length of the level chloroplast in the electron microscope. Bize topishimiz kerak haqiqiy uzunligini mikroskop chloroplastni haqiqiy uzunligini topishimiz kerak. Measures of the observed length of the image of the chloroplast. Chloroplastni rasmdagi lengthini kuzatishimiz kerak, uzunligini topishimiz kerak. Millimetrda using ruler reliefdan foydalanadi. The maximum length is topadigan bo'lsak, maksimumi 25 nanometr bo'ladi. Millimetr bo'lsa, mikrometrga olamiz. 1 millimetr 1000 mikrometr bo'ladigan bo'lsa, 25 millimetr 25 ming mikrometr bo'ladi. Endi actual size topishimiz uchun ham rasmdagi sayzini magnifishingga bo'lamiz. 25,000 millimetr actual size 55,600 marta kattalashtirilgan va buni bo'ladigan bo'lsak 4,5 mikrometr bo'ladi va biz hozir actual size topdik. Okay. Actual size topish ham qiyin. Endi elektron mikroskopda ko'ramiz. Qancha ekan bu? Buni elektron mikroskopda ko'rish kerak. No. Okay. Başladık. Electron microscopy. Electron microscopy esa. Before studying what cell look like with an electron microscope, you need to understand the difference between magnification and resolution. Electron microscope. Resolution orasida farq. And resolution. Bu degan figurasiga qaraydigan bo'lsak, light mikroskopda o'lchangan. Figure 1.11b is electron microscope. 11 bo'lsa elektron mikroskop. O'lchangan. O'zbekcha ko'rishimiz mumkin. Both microglobe are of the same cell and both have the same location. Ikkala yorug'lik mikroskopida ham, elektron mikroskopida ham o'lchalgan bir xil hujayralar bir xil va ikkalasida ham bir xil magnification bor. However, you can see that figure 1.11b electron micrograph in much clearer. Elektron mikroskopda o'lchangan tasvirda ko'proq aniqligini ko'rib olishimiz mumkin. This is because it's a greater resolution. Uni tiniqligining sababi unda resolutionning yuqoriligidadi. Resolution can be defined as the ability to distinguish between two separate points. Demak, resolution bu ikkita alohida turgan nuqtaning orasidagi farqni ko'rsatib berish qobiliyati. Ya'ni ikkita nuqta turibdi tasavvur qiling va unda
birinchi hozir revolution degani bizada masalan o'n nuqta berilgan, olti nuqta berilgan. Mana shu nuqtaning orasidagi farqni ko'zimiz ko'ra olishi yoki mikroskop bilan qanchalik ajrata olish qobiliyati bu rezolyution deyiladi. Bizga mikroskopda masalan bu katta qilib xuddi masalan agar ikkinchi bo'ladi. Mana shuni ajrata olish qobiliyati rezolyution. Davom etamiz. If the 2 points cannot be resolved, agar ikkita nuqtani bir-biridan ajrata olmasak, they will be seen as a one point. Biz bu ikkalasini bitta nuqta sifatida ko'ramiz. In practice, resolution is the amount of detail that can be seen. The greater the resolution, the greater the detail. Misol uchun practice qilganda yoki praktikada resolution'ni ko'ra olsak, uni narsani detalni ko'rishga yordam beradi. Ya'ni resolution qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha bu materialni detallarini yana ham aniqroq ko'ra olishimiz mumkin. The maximum resolution of light microscope, yorug'lik mikroskopining maksimum resolutioni 200 nanometr. Light microscopining resolutioni maximum 200 nanometr. The reason for this is explained in the next section. In sectionlarda yana tushunib ketamiz. The electron spectrumda a resolution of 200 nanometer means that if 2 points or objects are closer together than 200 nanometer, they cannot be distinguished as separate. 200 nanometr resolution bo'ladigan bo'lsa, biz ikkita nuqtani, ikkita obyektni judayam bir-biriga 200 dan yaqin qiladigan bo'lsak, biz ularni bir-biridan ajratib farqini ko'ra olmaymiz. Yorug'lik mikroskopida you might imagine that you could see more detail even by modifying it simply means using closure. Uchun o'sha bir kattalashtirib detalni ko'rmoqchi bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Biz bundan ajrata olmaymiz. In practice, you would be able to see what is already there more easily, but you won't see any more detail. Lekin biz o'sha nima borligini ko'rish mumkin, lekin bu yaqinlashtirib ko'ra olmaymiz. The image would just get more and more blurred as the magnification increases. Bu rasm ko'proq xiralashib boradi. Uni magnification'ini oshiradigan bo'lsak, ya'ni kattalashtiradigan bo'lsak, resolution would not increase. Lekin resolution bunda kattalashmaydi. Faqatgina hajmini kattalashtiradiganmiz. The electromagnetic spectrum. How the resolution linked with the nature of light? Qanaqa qilib yorug'likning nature bilan resolution bog'langan? One of the properties of light is that it travels in wave. Yorug'lik xususiyatlaridan bittasi bu to'lqinda kam hollar 6% qoldi. Shu yergacha tugatishiga bittasi bu to'lqinlarda ularni suza olish qobiliyati to'lqinlaricha. The length of the wave of the visible light vary ranging from about the length of the wave ko'rinib turgan yorug'lik to'lqini taxminan 400 nanometrdan 100 nanometr atrofagacha bo'ladi.
human eye can distinguish between these different tunings. Odam ko'zi bu ikkita uzunliklarni orasidagi farqni aniq ko'ra olishi mumkin, farqlay olishi mumkin. When the brain's difference are converted to color. Okay. Endi biza 1-15 anaqasini yana boshlaymiz. Zaryadka ham tugatadi. O'shaning uchun tugatishga majbur bo'laman. Xo'p.